Pedagogika fakulteti yoshlar yetakchilari tomonidan bir talaba bir kitob nomli aksiya o'tkazish tashabbusi taklif qilindi va ushbu tashabbusni biz qo'llab-quvvatladik. Bugungi kunda pedagogika fakultetida mana shu siz ko'rib turgan 520 ga yaqin adabiyotlar to'plangan kutubxona tashkil etildi va kutubxona bugun ochilish marosimi o'tkazildi. Pedagogika fakultetida shunaqangi yangi kutubxonaning ochilishi bayram oldi bir katta bayram bo'layapti. Bu albatta olimlarimizga, magistrantlarimizga, talabalarimizga yaxshi bir imkoniyatlar yaratib beradi. Talabalarimizni mana shunday tashabbuslarni doim qo'llab-quvvatlaymiz. Agar siz ham mana shu aksiyada ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat, o'zlaringizni arzimas ana shunday kitoblaringiz bilan ishtirok etishingiz mumkin. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.